Xorijiy investitsiyalar har qanday mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishning muhim kafolati bo'lib, hududlarning mavjud imkoniyatlaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda Samarqand viloyatida qiymati 1,5 milliard dollarlik xorijiy investitsiyalar asosidagi loyihalar amalga oshirilib, 24 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Muxbirimiz o'tgan yili ishga tushirilgan investitsion loyihalar misolida mavzuni davom ettiradi. Samarqand shahridagi metall mahsulotlari ishlab chiqarish va qayta ishlash korxonasi yirik investitsiya loyihalaridan biri bo'lib, umumiy qiymati 670 million dollarni tashkil etadi. Ushbu mablag'ning 227 million dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya hisoblanadi. Loyiha 9 ta bosqichda amalga oshirilmoqda. Ayni paytda ishlab chiqarish quvvatida 1500 nafarga yaqin fuqaroning bandligi ta'minlangan. Har xil turdagi metall mahsulotlari ishlab chiqarayotgan va eksport qilayotgan korxona tomonidan oxirgi 3 yilda 10 trillion so'mdan ortiq miqdoridagi mahsulot ishlab chiqarilgan. 300 million dollar miqdorida mahsulotlar esa Rossiya, Qozog'iston, Ozarbayjon, Tojikiston, Qirg'iziston singari qator davlatlarga eksport qilingan. 2025-yilda biz rejalashtirgan asosiy ishlab chiqarishimiz albatta to'liq ishga tushdi. Bu 220 million dollarlik ruh va polimer mahsulotlarini ishlab chiqarish sexlari birinchi va ikkinchi etaplarda to'liq ishga tushirildi. Uchinchi etapi bo'yicha maishiy texnika mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan metall mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonimiz birinchi yarim yillikda ishga tushiramiz. Yil yakunigacha liteyniy kompleksimiz ishga tushirish arafasidamiz. 500 ga yaqin yana ishchi xodimlarni ish bilan ta'minlash uchun imkoniyat yaratadi. Albatta eksportimiz kamida yana 300-400 million dollarga oshishi rejalashtirilganmiz. Ishlab chiqarish quvvatining navbatdagi bosqichida o'tgan yili yangi turdagi mahsulot, maishiy texnika va avtomashinalar uchun metall listlar ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirildi. Loyihaning qiymati 220 million dollar bo'lib, 90 million dollari xorijiy investitsiyadir. Ushbu loyihaning ishga tushishi bilan 200 nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi. Nurobod tumanining Sazag'on massivida joylashgan Urgut erkin iqtisodiy zonasi hududida yangidan faoliyatini boshlagan mana bu korxona Avstriyaning jahonga mashhur kompaniyasining 120 million dollarlik sarmoyasi hisobiga tashkil etilgan. Yirik formatli keramogranit va mikrokalsit ishlab chiqarish loyihasining birinchi bosqichi o'tgan yili 50 million AQSh dollari miqdoridagi investitsiya hisobidan faoliyatini boshladi. Quruq gips va eritmali aralashmalar, tashqi va ichki suvoqlar, izolyatsiya materiallari ishlab chiqarishga mo'ljallangan mazkur quvvatda yiliga mahalliy xom ashyodan 120 ming tonna sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Muhimi, loyihaning birinchi bosqichida 100 nafarga yaqin mahalliy yoshlar ish bilan ta'minlandi. Samarqand davlat universitetida elektronika va mikroelektronika bo'yicha mutaxassislikni bitirganman. Zavodda o'zimiz mutaxassisligimiz bo'yicha ishlaymiz. Texnikalar robotlashgan. Prezident bizga katta rahmat. Mana shuncha o'zimizda katta zavod ochilyapti. Hamma ish topib, o'zini vatanida, bola chaqa, farzandlarini oldida, ota-onasini oldida xorijda topayotgan pulni bemalol shu yerda topsa bo'ladi-da. Bu tashannuq joyda. Hozir yonimizda masalan sement zavod qurildi, yana bu yoqda yana bitta zavodlar qurilyapti. Ishchi o'rinlar yaratilyapti. Xalqimiz undan xursand. Korxonada ishlab chiqariladigan mahsulotlarni eksportga jo'natish maqsadida ayni paytda mahsulotlar sifatini xalqaro talablar darajasiga yetkazishga alohida e'tibor qaratilmoqda.